barcha bemor ahliga Allohning o'zi shifoi komil, shifoi ojirlaridan bersin deya ularning haqlariga duo qilamiz. Allohim bugun og'riq bilan yashayotgan, dard ichida qolgan barcha bemor bandalaringga o'zing shifo ato etgin. Qalbini siqayotgan tashvishlarni yengil qilgin, ko'ngillarga umid nurini solgin. Ya Robbim, yotoqlarga mixlanib qolgan, tunlari bedor, ko'zlari yosh, qalbi siniq bo'lgan bandalaringga o'z rahmating bilan nigoh solgin. Har bir tomiriga, har bir hujayrasiga o'zingning shofiy ismingdan shifo tushirgin. Allohim, tunlari uxlay olmay, ko'z yosh to'kayotgan bemor bandalaringni farishtalar bilan qo'llab-quvvatlab, sabrlarini ziyoda qilgin. Bu kasalliklarni ularning gunohlariga kafforat, oxiratlariga nur qilgin. Ya Robbi, bu kasalliklarni ularning oxiratlari uchun daraja, bu sinovlarni esa rahmatingga sabab qilgin. Bugun dard bilan yotgan har bir banda tongni shifo bilan qarshi oladigan bo'lsin. Ya buyuk Robbim, dard ichida qolganlarni tez orada sog'lom holda oilalariga qaytarib, shukronalik bilan yashaydigan baxtli bandalaringdan qilgin. Amin. Ya Robbal alamin.